Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Qoidalar o'zgaryapti, hujjatlar, soliq, kadastr, yashash manzili, nafaqa, kredit, jarima va davlat xizmatlarida siz haqingizdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lmasa, ertaga oddiy ish ham katta muammoga aylanishi mumkin. Bu gap faqat tadbirkorlarga yoki uy-joy sotayotganlarga tegishli emas. Bu hamma uchun. Kvartirasi bor odamga ham, hovlisi bor odamga ham, mashinasi bor odamga ham, rasmiy ishda ishlaydiganlarga ham, nafaqa olayotganlarga ham, farzandi bog'cha yoki maktabga boradigan oilalarga ham tegishli. Men sizdan iltimos qilaman. Hozir videoni oxirigacha ko'ring, chunki men qaysi joylarni tekshirish kerakligini, qaysi xatolar eng ko'p uchrashini, kim xavotir olishi kerakligini va muammoni qanday tuzatishni bosqichma-bosqich aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam keyin navbatda yurmaydi. Jarima to'lamaydi va hujjat ortidan yugurmaydi. Avvallari ko'p narsa qog'ozda yurardi. Masalan, uy hujjati alohida, soliq ma'lumoti alohida, kommunal xizmatlar alohida, yashash manzili alohida, bankdagi ma'lumotlar alohida tizimda turardi. Bir joyda xato bo'lsa, u xato darrov ko'rinmasdi. Odam yillar davomida bir uyda yashab, yer yoki mol-mulk solig'ini eski tartibda to'lab yurishi mumkin edi. Ba'zan uy maydoni kadastrda boshqa, amalda boshqa bo'lardi. Ba'zan egasi vafot etgan uy merosxo'r nomiga o'tmagan bo'lardi. Ba'zan odam bir manzilda ro'yxatda turadi, lekin boshqa joyda yashaydi. Avval bularning ko'pi faqat katta ish bo'lganda, masalan, uy sotganda, kredit olganda yoki meros rasmiylashtirganda bilinardi. Hozir esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat xizmatlari, soliq, kadastr, bank, notarius, ichki ishlar, ijtimoiy himoya, kommunal xizmatlar bosqichma-bosqich elektron tizimlar orqali bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulaylik, ko'p hujjatni idorama-idora ko'tarib yurish kerak bo'lmaydi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar tizimdagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, xato hamma joyga tarqaladi. Natijada odam o'zini haqli deb biladi, lekin tizimda boshqa ma'lumot chiqadi. Masalan, siz uy meniki deysiz, tizimda esa eski egasi turibdi. Siz qarzim yo'q deysiz. Tizimda esa soliq qarzi chiqadi. Siz manzilim shu deysiz, tizimda boshqa mahalla ko'rinadi. Mana shuning uchun men bugun sizda hammasi to'g'rimi tekshiring deb aytyapman. Birinchi navbatda mol-mulk va yer masalasini tekshirish kerak. Ko'pchilikning eng katta boyligi bu uy-joy yoki hovlisi. Agar kadastr hujjati maydon egasi manzil yoki foydalanish turi noto'g'ri bo'lsa, bu soliqda ham, sotuvda ham, merosda ham, kredit qarovida ham muammo beradi. Oddiy misol. Bir odamning kadastr hujjatida hovlisi 6 sotik deb turibdi. Amalda esa yillar oldin qo'shimcha qurilish qilib 8 sotikdan foydalanib kelmoqda. Avvallari bu uncha sezilmasligi mumkin edi. Endi esa elektron xaritalar, kadastr bazalari va soliq ma'lumotlari solishtirilganda farq chiqishi mumkin. Farq chiqqanda soliq qayta hisoblanishi, hujjatlarni to'g'rilash talab qilinishi yoki mulk bilan bitim qilish vaqtincha to'xtashi mumkin. Odam uyini sotmoqchi bo'ladi. Xaridor tayyor, pul tayyor, lekin notariusda ma'lumot mos emas degan holat chiqadi. Natijada bitim kechikadi, xaridor boshqa uy qidiradi, sotuvchi esa vaqt va asab yo'qotadi. Ikkinchi misol. Kvartira otaning nomida, ota vafot etgan, lekin farzandlar merosni rasmiylashtirmagan. Ular baribir o'zimiz yashayapmiz deb yurishadi. Lekin kommunal to'lovlar, soliq xabarnomalari, notarial harakatlar yoki subsidiya olishda egasi masalasi chiqadi. Agar meros vaqti ochilmagan bo'lsa, keyin hamma merosxo'rlarni topish, rozilik olish, hujjatlarni tiklash kerak bo'ladi. Bitta aka chet elda, bitta opa boshqa viloyatda, yana kimdir hujjatga kela olmaydi. Shunda oddiy uy masalasi oylar davom etadigan muammoga aylanadi. Ikkinchi muhim yo'nalish yashash manzili va ro'yxat ma'lumotlari. Bugun ko'p xizmatlar manzilga bog'lanadi. Farzandni maktabga joylashtirish, poliklinikaga biriktirish, ijtimoiy yordam, ayrim subsidiyalar, sud yoki jarima xabarnomalari, kredit tarixidagi aloqa ma'lumotlari, hatto ba'zi davlat xizmatlari ham manzil orqali aniqlanadi. Masalan, odam Toshkentda ijarada yashaydi. Lekin ro'yxati viloyatda. U bolamni yaqin maktabga bermoqchiman deydi. Lekin tizimda bola boshqa hududga bog'langan bo'lib chiqadi. Yoki biror jarima bo'yicha xabarnoma eski manzilga ketadi. Odam bilmaydi, keyin jarima muddati o'tib, qo'shimcha xarajat paydo bo'ladi. Shuning uchun manzilni men bilaman-ku deb emas, tizimda qanday turganini tekshirish kerak. Uchinchi yo'nalish soliq qarzlari va majburiyatlar. Ko'p odam soliq faqat tadbirkorga tegishli deb o'ylaydi. Yo'q. Jismoniy shaxsning ham yer solig'i, mol-mulk solig'i, transport vositasi bo'yicha to'lovlar, ayrim hollarda ijara daromadidan soliq majburiyati bo'lishi mumkin.
agar siz uyingizni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, og'zaki kelishuv bilan yillar davomida pul olib yurgan bo'lsangiz, ertaga bank kartangizdagi tushumlar, ijarachi bilan kelishuv, kommunal iste'mol yoki boshqa belgilar orqali savollar tug'ilishi mumkin. Men qo'rqitmoqchi emasman. Men tartibga chaqiryapman. Hujjatli ijara shartnomasi bo'lsa, tomonlar ham himoyalangan bo'ladi. Uy egasi pulini talab qila oladi. Ijarachi esa noqonuniy chiqarib yuborilishidan himoyalanadi. 4-yo'nalish bank, kredit va qarzdorlik ma'lumotlari. Bugun ko'pchilik telefon orqali kredit oladi, muddatli to'lov qiladi, karta ochadi. Bitta kichik kechikish ham kredit tarixida ko'rinishi mumkin. Masalan, siz 20 million so'mlik telefonni bo'lib to'lashga olgansiz, oxirgi 50 ming so'mni unutgansiz. Siz uchun bu mayda pul, lekin tizimda kechikkan qarz bo'lib turadi. Keyin uy uchun ipoteka yoki biznes uchun kredit olmoqchi bo'lganingizda bank kredit intizomi yomon deb rad qilishi mumkin. Shuning uchun qarz yo'qligini og'zaki emas, bank ilovasi. Kredit byurosi ma'lumoti yoki rasmiy ma'lumot orqali tekshirish kerak. 5-yo'nalish avtomobil va jarimalar. Mashina sotilgan, lekin hujjat to'liq o'tmagan holatlar juda ko'p. Ishonchnoma bilan berib yubordim. Tanishim haydayapti. Keyin nomiga o'tkazamiz degan gaplar katta xavf. Agar mashina hali sizning nomingizda bo'lsa, radar jarimasi, yo'l transport hodisasi, soliq yoki boshqa majburiyatlar sizga kelishi mumkin. Odam mashinani 3 yil oldin sotganini aytadi, lekin tizimda egasi o'zi. Keyin 2 million so'm jarima chiqadi. Yangi haydovchi telefonni ko'tarmaydi. Mana shunday vaziyatlar oldini olish uchun avtomobil egaligi va jarimalarni tekshirish shart. Xavotir olish kerak bo'lgan birinchi toifa hujjatlari eski bo'lganlar, eski kadastr, eski pasport ma'lumotlari, familiya o'zgargan, lekin hamma joyda yangilanmagan, uy egasi o'zgargan, meros rasmiylashtirilmagan, qurilish qo'shilgan, lekin hujjatga kiritilmagan bo'lsa, albatta tekshiring. Ikkinchi toifa uyini, mashinasini yoki yerini sotmoqchi bo'lganlar. Sotishdan oldin hujjatni tekshirmasangiz, xaridor topilgandan keyin muammo chiqadi. Masalan, xaridor bank krediti orqali olmoqchi bo'ladi. Bank qarovni tekshiradi va kadastrda nomuvofiqlik topadi, bank rad qiladi. Siz yana qayta hujjat yig'asiz, vaqt ketadi. Narx tushishi ham mumkin. 3-toifa nafaqa, subsidiya, moddiy yordam yoki ijtimoiy xizmat oluvchilar. Bu yerda daromad, oila tarkibi, manzil, mulk, avtomobil, rasmiy ish joyi kabi ma'lumotlar muhim. Agar tizimda sizning nomingizda eski mashina turib qolgan bo'lsa, amalda u yo'q bo'lsa ham ijtimoiy yordam hisobida muammo bo'lishi mumkin. Agar oila tarkibida allaqachon boshqa joyga ko'chib ketgan odam chiqsa, daromad noto'g'ri hisoblanishi mumkin. 4-toifa tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Sizda bank aylanmasi, chek berish, ijara, xodim shartnoma, soliq hisobotlari bo'yicha moslik bo'lishi kerak. Misol uchun, do'koningiz bor, lekin kassa cheklarini doim bermaysiz. Oldin buni hech kim sezmasligi mumkin edi. Hozir esa karta tushumlari, mahsulot kirimi, ijara joyi va soliq hisobotlari solishtirilishi mumkin. Farq katta bo'lsa, savol tug'iladi. Nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin bo'lganlar kimlar? Hujjatlari yangi, kadastri elektron bazada to'g'ri chiqqan, soliq qarzi yo'q, mashinasi o'z nomida va jarimasi yo'q, manzili to'g'ri, oilaviy holati va shaxsiy ma'lumotlari yangilangan odamlar. Lekin men baribir bir marta tekshirib qo'ying deyman. Chunki xato har doim odamning aybi bilan bo'lmaydi. Ba'zan ismda bitta harf xato bo'ladi. Ba'zan tug'ilgan sana noto'g'ri kiritiladi. Ba'zan eski ma'lumot yangisiga ulanmay qoladi. Eng katta tuzoq shuki, odam men hech narsa qilmaganman, demak muammo yo'q deb o'ylaydi. Aslida muammo aynan hech narsa qilinmagani uchun paydo bo'ladi. Meros rasmiylashtirilmagan, qurilish hujjatga kiritilmagan, mashina nomdan chiqarilmagan, ijara yozma qilinmagan, qarz yopilgani haqida ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, to'lov qilgan bo'lsangiz ham tizimda qarz turishi. Masalan, siz soliqni bank orqali to'ladingiz, lekin to'lov noto'g'ri hisob raqamga ketgan, stir yoki shaxsiy raqam noto'g'ri yozilgan yoki tizimga kech tushgan. Shuning uchun chekni saqlash kerak. To'ladim degan gap yetmaydi, dalil kerak. Telefoningizdagi skrinshot ham foydali, lekin eng yaxshisi rasmiy kvitansiya yoki bank ilovasidagi chekni PDF shaklida saqlab qo'yish. 3-nozik jihat. Familiya va hujjat almashinuvi. Ayol turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan, lekin bankda eski familiya, kadastrda yangi familiya, kommunalda boshqa yozuv turishi mumkin. Kredit, meros, subsidiya yoki notarial bitimda bu mos kelmaslik savol tug'diradi. Bunda bu menmanku deyish yetmaydi.
nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, pasport yoki ID karta ma'lumotlari kerak bo'ladi. 4-nozik jihat qarindosh nomidagi mulkdan foydalanish. Masalan, uy onangiz nomida. Siz yashayapsiz. Mashina akangiz nomida, siz haydaysiz. Telefon raqami otangiz nomida, bank ilova sizniki. Bular kundalik hayotda qulay tuyuladi, lekin rasmiy tekshiruvda chalkashlik tug'diradi. Ayniqsa kredit, sug'urta, jarima, meros, sud va ijtimoiy yordam masalalarida kim egasi, kim foydalanuvchi, kim to'lovchi ekani aniq bo'lishi kerak. 5-nozik jihat ijara va og'zaki kelishuv. Uy egasi ijarachiga kommunalni o'zing to'laysan deydi. Ijarachi to'lamaydi. Qarz yig'iladi. Keyin uy egasi men yashamaganman deydi. Lekin kommunal qarz mulk manziliga bog'lanadi. Yoki ijarachi ta'mir qilib beradi. Keyin uy egasi chiqarib yuboradi. Kelishuv yozma bo'lmagani uchun nizo boshlanadi. Shuning uchun oddiy ijara shartnomasi ikki tomonni ham himoya qiladi. Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportdagi ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHIR. Telefon raqami va manzil ma'lumotlarini rasmiy xizmatlarda bir xil ko'rinishda saqlang. Agar eski pasportdan yangi ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, bank, mobil operator, ish joyi va kerakli tashkilotlarda ma'lumot yangilanganini tekshiring. Ikkinchi qadam, MyBongbuz yoki davlat xizmatlari markazi orqali o'zingizga tegishli xizmatlarni ko'rib chiqing. Agar elektron raqamli imzo yoki onayda orqali kira olsangiz, shaxsiy kabinetingizda manzil, mulk arizalar, xabarnomalar bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Agar internetdan foydalanish qiyin bo'lsa, yaqin davlat xizmatlari markaziga boring. O'zingiz bilan ID karta, telefon, kerak bo'lsa eski hujjatlarni olib boring. 3-qadam. Kadastrni tekshiring. Uy yoki yer sizning nomingizdami? Manzil to'g'rimi, maydon to'g'rimi, obyekt turi to'g'rimi, taqiq yoki cheklov yo'qmi, shuni biling. Agar uy meros bo'yicha sizga o'tish kerak bo'lsa, notariusga boring. O'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari, kadastr hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir vaziyat alohida, lekin ishni cho'zmaslik kerak. 4-qadam. Soliq qarzlarini tekshiring. Soliq qo'mitasi ilovalari yoki rasmiy saytlar orqali jismoniy shaxs sifatida qarzingiz bormi? Mol-mulk va yer solig'i to'g'ri hisoblanganmi, ko'rib chiqing. Agar qarz chiqsa, darrov vahima qilmang. Avval nimadan chiqqanini aniqlang. Qaysi obyekt, qaysi yil, qanday summa. Agar to'lagan bo'lsangiz, chekni toping. Agar xato bo'lsa, yozma murojaat qiling. Murojaatda ismingiz, JSHIR, manzil, muammo mazmuni, ilova qilinayotgan hujjatlar va aloqa raqamingiz bo'lsin. 5-qadam, avtomobil bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Mashina sizning nomingizdami? Jarimalar bormi? Taqiq bormi? Oldi-sotdi to'liq rasmiylashganmi? Agar mashinani ishonchnoma bilan berib yuborgan bo'lsangiz, men buni xavfli deb hisoblayman. Iloji bo'yicha egasini to'liq o'tkazing. Agar xaridor topilmasa yoki bo'yin tovlayotgan bo'lsa, yuridik maslahat oling. Chunki sizning nomingizdagi mulk bo'yicha mas'uliyat sizga qaytib kelishi mumkin. 6-qadam, bank va kredit tarixingizni ko'ring. Har bir bank ilovasida kredit karta, qarzdorlik muddati o'tgan to'lovlar bo'yicha bo'lim bor. Shuningdek, kredit tarixini rasmiy tartibda so'rab ko'rish mumkin. Agar siz yopilgan kredit hali ochiq turibdi deb ko'rsangiz, bankdan qarz yopilgani haqida ma'lumotnoma oling. Bu hujjatni saqlang. Ertaga kredit olmoqchi bo'lsangiz. Shu ma'lumotnoma sizni ortiqcha tushuntirishdan qutqaradi. 7-qadam, hujjatlarni raqamli va qog'oz shaklida tartibga soling. Uy hujjati, kadastr, oldi-sotdi shartnomasi, meros hujjati, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, soliq to'lov cheklari, bank ma'lumotnomalari, ijara shartnomasi, avtomobil hujjatlari alohida papkada tursin. Telefoningizda ham skaner qilingan nusxasini saqlang, lekin faqat xavfsiz joyda. Telegramdagi o'zingizga yuborilgan rasmiy hujjat arxivi deb o'ylamang. Telefon yo'qolsa yoki akkaunt buzilsa muammo bo'ladi. 8-qadam. Xato topsangiz og'zaki gap bilan qolmang. Har doim yozma murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazi tashkilotning rasmiy sayti, pochta yoki elektron murojaat tizimi orqali ariza qoldiring. Arizada ma'lumotni to'g'rilab berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Qaysi ma'lumot xato, to'g'risi qanday? Dalil sifatida nima ilova qilinyapti? Hammasini ko'rsating. Murojaat raqamini saqlang. Javob muddati o'tib ketsa, qayta so'rashingiz mumkin bo'ladi. 9-qadam, mutaxassis kerak bo'lgan joyda vaqtni bo'y bermang. Meros, sud, katta qarz, kadastr nizosi, noqonuniy qurilish, garovdagi mulk, aliment, jarima yoki bank bilan kelishmovchilik bo'lsa, notarius, advokat,
soliq maslahatchisi yoki kadastr mutaxassisiga murojaat qiling. Internetdagi umumiy maslahat yaxshi. Lekin har bir hujjatda kichik farq katta natija beradi. Men bugun sizga bitta asosiy fikrni yetkazmoqchiman. Qoidalar o'zgaryapti, tizimlar bir-biriga ulanmoqda va endi keyin ko'ramiz degan odat qimmatga tushishi mumkin. Eng muhim tekshiradigan joylar: shaxsiy ma'lumotlar, yashash manzili kadastr, soliq qarzlari, avtomobil jarimalari, bank va kredit tarixi, meros va ijara hujjatlari. Siz bugun bir soat vaqt ajratsangiz, ertaga bir o'y yurishdan qutulasiz. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hujjatda xato chiqdi, qanday hal qildingiz, boshqalarga foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bitta odamga emas, har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.